Unda men bora qolay. Imtihonga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Qanaqa imtihon? Adamga aytaman, bitta telefon bilan hal qilib qo'yadi, o'rtoq. Boringga shukur do'stim. Unda men bora qolay. Bo'pti, mayli, gaplashamiz. Rahmat senga, gaplashamiz. Aleyküm assalam. Eshitishimcha, sen bir yigit bilan yurgan ekansan. Ha, shunday. Beli baquvvat. Otasi ham qazo inson ekan. Shunaqa. Gap bunday qisqasi. Bu bolani o'zimizga sherik qilasan. Xarajatdan xavotir olma. O'zingga o'xshab tarbiyalab, o'zing bilan olib, o'zimiz joyiga borasan. O'zim qo'ng'iroq qilib seni topib olaman. Nega o'rtoq kelaver? Kel. Shunam yomon qilib bo'lyapti. Muzdagida suving bormi? Ha, bor, o'tir, kel. O'tirib tur hozir. Alo. Yaxshimi-da? Rahmat. Yuribsan, charchamen? Men yuribman. Ben bu Bo'ldi. Hop. O'rtoq, qo'y endi, sen gaplashasan, kel. O'tir. Shashilmang. O'tir. Suvni choyim muzdek kerak. Xo'sh. Nima gaplar endi, o'rtoq? Nima gaplar, o'rtoq? O'rtoq, ziyofat menda. Yo'q. Kishiyapti. Ha, rahmat. Xitoydan mollar keldimi? Yaxshi. Birma-bir hammasini hisob-kitob qilib olinglar. Ertaga o'zim ko'rib olaman. Yaxshi. Keyin gaplashamiz. Asadbek. Oyi. Bolam. Nima bo'lyapsan? Oyi. Menga pul kerak. Nima bo'lyapsan bolam, tinchlikmi? Pul kerak, pul. Pul? Nimaga? Nima bo'ldi senga? Pul bering, oyi. Pul? Bolam, menga qara. Nega